Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun Xudo xolasa bizlar Shavot tumaniga keldik. G'ayrat ko'chasi 54-uy. Xudo xolasa bir dona shtamfobka variant, shumkali variantda arkalarni laminat etib, burukkilikli isdan nijvekalarni qira nijvekalardan urib, yana neobычный stilda ishlab berdik. Aynalarni shishasini tushadigan shishalardan solib, chiroylatib, dugalarni içinde qilib berdik. Zamokları stimul orijinal yaxshi zamokdan hozir ilkashan teleri shullar profillar 8/4lik bu 8 stena qalin narsalarda ishlandi. Xudo xolasa telefon raqamlarini qo'yamiz, ko'rib bog'lanaverasizlar. Umarbek aka nechik darvoza yoqdimi, ko'ngildagi deymi? Ajoyib. Ko'ngildagi. İşlerinize rivoj. Ay rahmat. Aytaverasizlar. Rahmat ishlaridan rivoj bergin. Topqanlar bereketini bergin. İlahi matkanız gelsin. Sen toylar açıp Hamma bekleyin. topqan yaxshi yillar bersin. Birlikte. Şu kanaldan görüp raqasat tuttular. Xudo xolasa sizlar ham görüp şu danışıqlı işləri tarqatib bağlanaverasizlar Xudo xolasa.